Demak, davom qilamiz. Endi 42-savol. 42-savolda demak bizda oddiy 7 ta reaksiya va shu 7 ta reaksiyani davom qildirish tushdi. Va bu reaksiyalar ham juda oson. Demak, qarang, birinchi shunga brom ta'siri yorug'lik ishtirokida. Demak, bunda bilasiz, almashinish reaksiyasi alkanlarda birinchi bo'lib uchlamchi ugleroddan ketadi. Demak, bu yerdan vodorod chiqib ketsa, bu yerdan brom chiqib ketadigan bo'lsa, vodorod bromid plus bu yerga brom keladi. Ana endi qarang, birinchini nomini so'rayotganda bizda 1, 2, 3, 4 bo'lsa, 2 brom, 2 metil, butan bo'ladi. Demak, birinchini agar siz shunaqa yozgan bo'lsangiz, sizga katta ehtimol bilan 3 yoki 4 ball beradi. Ana endi ikkinchi bizda alken plus kaliy permanganat plus suv 20 gradusda deb qo'yganda, bu bilasiz, Wagner reaksiyasi ilgari ham tushgan. Bu reaksiya 324, 322. Ya'ni bu yerda OH, bu yerda OH, 2 marganes 4 oksid cho'kmasi plus 2 kaliy gidroksid. Demak, bu 1, 2, 3, 4. 2 metil butandiol 1, 2 degan modda hosil bo'ladi. Ikkinchi nomini so'rayotgandimi o'zi bizdan? Ha, so'rayotgan ekan. Endi uchinchi demak bizda plus natriy gidroksidni spirtli eritmasi. Qarang, agar spirtli eritma paydo bo'lsa, qo'shilsa, to есть xlorlar bu yerdan ketsa, 2 molekula qo'shiladi va vodorodlar bu yerdan ketadi. Mana bunaqa qilib OH-dan olib va natijada bizda alkin paydo bo'ladi. Mana plus 2 ta natriy xlorid plus 2 ta suv. Bularni ham yozish kerak. Demak, 1, 2, 3, 4 ketdi. 3, 3 dimetil butin 1. Mana. Aynan mana shu modda. To'rtinchi, demak, benzol ga qo'shildi eten. Katalizator ishtirokida bunda etil benzol paydo bo'ladi. Endi buni nomini so'rayotgani yo'q edi. Beshinchi. Demak, bunga qo'shilgan natriy gidroksidli suv eritmasi. Demak, bu yerda oddiy, ya'ni natriy boradida xlorni olib ketadi va OH kelib turaveradi. Всё. Mana. Bu yerga OH plus natriy xlorid, to есть natriy xlorid. Buni ham nomini so'rayotgani yo'q edi. Lekin bir agar nomlaylik desangiz, mana bunaqa qilib nomlab yuborsa bo'ladi. Masalan, 1 fenil propanol 2 deb. Lekin buni nomini so'rayotgani yo'q edi sizdan, bunga ball bermaydi. Endi 6-chi bizda polimerlanish tushdi. Mana shunaqangi to'yinmagan karbon kislotani murakkab efirini polimerlanishi, buni ham udobniy qilib yozib bergan. Mana shunaqa qilib yozgan. Qarang, bunda nima bo'ladi polimerlanish? Juda oson. Вообще oson. Agar siz buni polimerlab bilmagan bo'lsangiz, uyat lekin. Chunki juda ham ko'p ko'rsatganmiz yozma ishlarda bu polimerizatsiyani boshqani. Masalan, mana. Shundan enta. Bo'ldi. O'zi uglevodlar, yuqori molekulyar birikmalar degan narsalarni aytgandim master klassda. Shularni bir eslab o'tgan bo'lishingiz kerak. Menimcha, agar eslagan bo'lsangiz. Yo'q, ertalab tushdi. 7-chi saxarozani gidrolizi. Saxaroza buni strukturasini so'rayotgani yo'q, lekin chiqqan moddaning strukturalarini so'rayotgandi. Saxaroza gidrolizidan bilasiz, glyukoza bilan fruktoza hosil bo'ladi. Demak, siz yozishingiz kerak edi, struktura qilib 2, 4, 6 bo'lsa, mana sizda glyukoza bor. Bu glyukoza plus demak
2, 4, 6 bo'lsa OH, H, OH. Bu ham tepaga qarab turganda adashmasam OH, H, OH, H, OH, H, OH, H. Mana. Bu yerlarga ham boring yana vodorodlarni yozib olsangiz, juda bir naqsh bergan bo'lasiz. Xullas shunaqa. Agar siz shunaqa shaklda yozgan bo'lsangiz, mana bu fruktoza sizda xudo xohlasa 25 ball bor. Aynan mana shu. Demak, bu 42-savolni ishlanishi edi. Sizda qaysi birlari xato chiqdi? Kommentariyaga yozing, hozir bo'lsa qaysilarini ishlab bilmadingiz yoki qaysilarini topa olmadingiz yoki zo'r yozgan bo'lsangiz, men zo'r yozdim, men zo'rman deb yozing kommentariyaga. Shunda men ham ko'rib xursand bo'lib o'tiraman. Sog' bo'ling, endi 43 ga o'tamiz.